Ko'rib turgan apparatimiz nima? Taxmin qilib turinglar, men sizlarga tushuntirib o'taman. Hozir biz tizimda lampochkalarni sinov jarayonida turibmiz. Ko'rib turibsizlar, 220 voltda turibdi. Endi bu eng kami necha voltgacha yonib beradi, shuni bir qator ko'rsataman. Bu tabloga qaraysizlar, tablo tushib boradi. E'tibor beringlar keling. 180, 170 lampochkalarning ham sifatini ko'rib olasizlar. 50 pastga qarab ketyapti, hali ham o'z holatda turibdi. Yoritishi yaxshi. 100 ga tushdi, 90 ga tushdi. Mana kattamiz sal qaralashdi. 80, 70 o'chdi. Endi kichkinalarga bitta e'tibor berasizlar. 60, 50, 50 da bitta o'chdi. 47. Oxiri mana 44 da o'chdi. Eldor aka, hozirgilar narxi qanaqa? Hozirgilar 7, 9, 12 vatlilar. 7 vattimiz 6300 so'm, 9 vattimiz 7100 so'm, 12 vattimiz 8800 so'm. Bular albatta Ramazon aksiyasi o'tkazilyapti. Narxlarda bunda skidka bilan olishlari mumkin. Ramazon oyining oxirigacha. Primoy zavodimiz Xitoydan birinchi qo'l keladi, Farg'ona bazaga, O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bor. Bizim lampochkalarning sifati va holati bilan tanishib chiqdik. Endi esa vibrlar ko'rib chiqamiz akalar. 15 vattligi, slim lampalari ham bor. Ko'rib turibmiz, panel akrilligi, buni kristalligi ham bor. Hozir to'rtburchakni ko'rdik, yumolog'i ham bor. Kristalli mana shu biralar, bundan tashqari galagillarni ham ko'rishingiz mumkin. 60 vatt, qolagan vattingizda topiladi. Ramazon aksiyasi ketyapti. O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib berishar ekan. Hozir biz Farg'onadagi bazasida turibmiz. Manzilni ham bir qator tushuntirib ketaman. Manzili Marg'ilon katta kurugidan Satga kurugiga kelganingizda 200 metr o'rtasida chap qo'lingizda keladi. Old tarafdan kelganingizda Satga kurugiga yetmasdan o'ng qo'lda joylashgan. Shu bannerda olib chiqib qo'yishgan. Mana shu yerdan tanib olsangiz bo'ladi. Shunga bemalol kelib murojaat qilavering.